Biz delegatsiya a'zolari bilan birgalikda Vladivostok shahriga yetib keldik. Asosiy maqsad bu yerdagi vatandoshlarimiz bilan muloqot qilish, ularning hayoti va faoliyati bilan yaqindan tanishishdir. Bugun xorijda yashayotgan vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularning hayoti va mehnat faoliyati bilan yaqindan tanishish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda delegatsiya a'zolari bilan birgalikda Rossiya Federatsiyasining Vladivostok shahrida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz holidan xabar olindi. Ayni paytda Vladivostok shahridagi rus tili va o'zbek tilini o'rganishga ixtisoslashtirilgan o'quv markazidamiz. Aynan ushbu markaz tashkil etilganiga 5 yil bo'ldi. Bu yerda vatandoshlarimizning farzandlari rus tili va o'zbek tilini o'rganadi. O'quv markazida yiliga 200-300 nafarga yaqin o'quvchi tahsil oladi. Delegatsiya tashrifi doirasida bolajonlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Ularning yuzidagi quvonch va samimiy tabassum bu uchrashuvning eng unutilmas lahzalaridan biriga aylandi. Ota-onalarimiz o'z vaqtini ajratib bolalarimizga darsliklarni tushuntirib bera olmasligi yoki tilni bilmasliklari sababli shu muammodan kelib chiqib shuni tashkillashtirganmiz. O'quvchilarimiz soni tez-tez o'zgarib turadi, sababki bolalar mukammal o'rganib, o'zi mustaqil fikr yuritib, o'zi mustaqil ishlaydigan holatga kelgandan keyin mustaqil hayotga ketadi. Bizlarni O'zbekistonda ham eslab nima deydi, bizlar borligimiz hammani qo'llab-quvvatlaganlaridan borligimizni bilib bizlarni ko'rishga keldilar. Rahmat hammalariga. Intiqlik bilan kutamiz doim bunaqa uchrashuvlarni. Chunki vatandan uzoqda sog'inch hissi hammada bor. Bizlarni eslab kelsa boshimiz osmonga yetadi albatta. O'quv markazimiz faqat rus tilini o'rgatib qo'ymasdan ruslarga, mana Primorsk o'lkasidagi ruslar juda ham ko'p qiziqishadi. O'zbeklarni milliy hayotiga qiziqadi. Milliy an'analarimiz, udumlarimiz, milliy oshimiz bizlarni ayniqsa ko'p qiziqtiradi. Har tomonlama o'shalarga ham o'rgatishga harakat qilamiz. Xursandchilik bilan o'rgatamiz. Har bir o'rgangan yangi gap uchun quvonamiz, xursand bo'lamiz. Elga, yurtga uzoqda bo'lsa ham vatandan yordam istayotgandan xursandmiz. Men yerga kelganimga 9 oy bo'ldi. Kelganlaringiz uchun rahmat. Kitoblarni ko'rib xursand bo'ldim. Endi uyda har xilcha kitoblar o'qiyman. Do'ppilar bor ekan, ko'ylaklar bor ekan, chiroyli ularni endi bayramlarda kiyib, mazza qilib kulib yuraman. Qolaversa, ustozlar nafaqat bilim berish, balki o'zbekona milliy qadriyatlarimizni singdirishda ham faol ekanliklarini ta'kidlab o'tishdi. Ayniqsa milliy bayramlar doirasida o'tkaziladigan tadbirlar yosh avlod qalbida vatanga muhabbat tuyg'usini mustahkamlashga xizmat qiladi. Biz mana shu Rossiyada bo'lganimiz bilan o'zimizni milliyligimizdan hech ham chetda qolganimiz yo'q. Ham o'z ona tilimizni unutib qo'ymasin deb ham o'zbek ham rus tillarida bemalol darslar o'tyapmiz. Bu yoz oylarida hamma davlatlarda tadbirlar bo'ladi. Masalan, milliy taomlar bo'yicha, milliy kiyimlar bo'yicha o'sha vaqtlarda hamma milliy kiyimlarimiz bilan chiqamiz. Juda ham xursand bo'lishadi. Ajdodlarimizdan Alisher Navoiyni tadbirlarini qilamiz, Navoiyxonliklar qilamiz. Rus xalqi bizga juda ham havas qiladi. Bizani milliy liboslarimizga havas qiladi. Chunki biz hamma tadbirlarda o'zimizning milliy liboslarimizni kiyib boramiz. Bugungi kunda Vladivostok shahrida 30 mingga yaqin yurtdoshlarimiz istiqomat qilib kelishadi. Qolaversa, bog'cha, maktab va oliy ta'lim muassasalarida ham yoshlarimiz tahsil olishadi. Navruz umumxalq bayrami bu yerda ham alohida ko'tarinki ruhda nishonlandi. Milliy kuy-qo'shiqlar, an'anaviy taomlar va samimiy davralar vatandoshlarimizga yurt nafasini yana bir bor his etish imkonini berdi. Ko'zga surtib tuprog'ingni, qo'lingdagi qadog'ingni, aylaydiman ardog'ingni, mushfiq otam ham onamsan, bu olamdan yagonamsan. Bayram doirasida tashkil etilgan konsert dasturi vatandoshlarimizga unutilmas taassurotlar ulashdi. Ijodkorlar tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar, milliy raqslar barchaga bayramona kayfiyat bag'ishladi. Bayramni tashkil qilib bergan yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevga tashakkurlar bildiramiz. Bizani unutmaganlar uchun kattadan katta rahmat. Biza o'zga yurtda bo'lsak ham sumalaklar qilamiz, xalisalar qilamiz, vatandoshlarimiz bilan ulashamiz, hammasi bilan bo'lishamiz. Rossiyaga kelganimga 5 yil bo'ldi. 5 yil davomida har yil milliy bayramlar nishonlanadi. Navruz bayrami, Mustaqillik bayrami nishonlanib boradi har yil. Vladivostok shahriga kelganimga 20 yil bo'ldi. 20 yil ichida mana o'zbek fuqarolariga, Vladivostokda yurgan o'zbek fuqarolariga yordam berib kelamiz. Aviab chipta bo'yicha xizmat qilamiz shu yerda. Men o'zim kelganimga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri shu yerdaman. Nevaralarim bor. Ular hozir mana shu folklorga qatnashyaptilar ular. Chevaralarim bor.
bular ham hammasi shu yerda ko'pchilik hammasi qatnashib tadbirlarda birgalikda shu yerda yuribdilar, o'qiyaptilar, institutda o'qiyaptilar, texnikumlarda o'qiyaptilar. Hamma bayramlar bo'lib o'tadi. Mustaqillik bayrami bo'lib o'tdi mana kelganimdan burun. Inson qayerda bo'lmasin o'z vatanining ardog'ida ekanligini his qilsa, ishida unum, qadamida baraka bo'ladi. Safarimiz davomida Rossiya Federatsiyasining ko'plab shaharlaridagi yurtdoshlarimizning faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Shu bilan delegatsiyaning xizmat safari o'z yakuniga yetdi. Zokir Mo'minov, Akrom G'ulomov bugun dastur uchun